qornimda jinday suv to'planib qolibdi. Boshqa joyga borib davolandim. Shu anda kasrigami, muhoyapa endi qo'ldan kelgancha harakat qilib qornimda suv yo'qoldi mana. Xudo xolasa zo'r hamma yo'qlar. O'zi qo'qonliman. Shu lichina oldim bega kelmasimdan oldin. Shu ana nimasi netovka olib qo'yganmi, bega keldim. O'zim kelib turaman bega. 6 oyda, 1 yilda kelib turaman. Juda ham yaxshi edi hammasi. Yana zo'r bo'lib qoldim mana. Bugun 6-kun. Xudo xolasa qorinda suvlar qolmadi. Hammasi yaxshi. Qarang, Sherzod, mana bunaqada siz ketayotganingizda umuman suyuqluvsiz yaxshi ketuvdingiz. Shunaqa yaxshi edi. Bir marta shamolladingiz. Shuni hovlida uxlab qolman dedingiz, shamollab keldingiz. Ikkinchi marta yana shamolladingiz. Shu jigar kasallikligi bilindi, shu shamollash, qanaqadir hamroh kasalliklari ham ahamiyati juda katta. Juda ahamiyati katta. Ketayotganingizda o'sha fermentlaringiz ham hammasi yaxshi edi-da. Endi bunaqa B bilan Dda juda ham ehtiyot bo'lish kerak-da. Endi bu yog'iga transplantatsiya-da, tushunasizmi? O'shanga borish kerak emas. Bilasiz, transplantatsiya nafaqat bu donor topish, haligi undan tashqari, haligi hozir 4 ta dori ichsangiz, undan keyin 7 ta 8 ta dorini har doim ichishingiz kerak. U oson narsa emas-da. O'shuning uchun eng kerakligi o'zingizni haligi ehtiyot qilishingiz kerak. Shamollashlardan, uyoqdan. Mana birinchi kuni kelganlarda umuman даже yota olmayapti ular ham. Qornlari shunaqa ediki, palpatsiya ham qilib bo'lmas edi. Xudo xolasa zo'r. Meni ko'rganlar, bilganlar bo'lsa, kelinglar, mana shu zo'r.